Tomog'ingiz ishib ketgan bo'lsa, yo'tal qiynayotgan bo'lsa, bir kechada qutulish yo'li bor. Xo'p deng, hey baraka topkunlar. 4 tomchi yod kerak bo'ladi uy sharoitida. 1 choy qoshiq osh tuzi va yarim stakan iliq suv. Qaynoq emas, muzdagan emas, iliq suv. Qanday qilamiz? 1 choy qoshiq tuzni mana shu iliq suvga yaxshilab aralashtirib olamiz. Erish kerak. Taza sho'ram bo'lib ketmasin. Nomiga sho'r bo'lsa, yoddan 4 tomchi yod solamiz. 5 tomchi ham bo'lib ketmasin, 3 tomchi ham bo'lib qolmasin. 4 tomchi yod solamiz. Nima marhamat, 1 tomchi, 2 tomchi, 3 tomchi, 4 tomchi yetadi. Suvni ko'rdingizlar qanaqa holga keldi. Aralashtiramiz. Xuddi fratselinga o'xshab tayyor bo'ladi, lekin bu fratselin emas. Bir kunda qutulasiz. Shunday kechqurun yotish oldidan mana shu suvni bariga g'arg'ara qilasiz. Hozir men qilib ko'rsataman negativchilar uchun. O'zimni kakras tomog'im og'riyapti. Mana damlama tayyor. Yotish oldidan 4-5 marta qilasizmi? G'arg'ara qiling. Qayta-qayta g'arg'ara qilganingizdan keyin mana shu yig'izdagi ishlar qaytadi bir kunda. Marhamat mana. Mana shu suv tugagancha g'arg'ara qilasiz, xudo xohlasa uxlaysiz, ertalab inshaalloh tursangiz tomog'ingizda ishkanlari qaytib, yo'talni unutasiz xudo xohlasa. Bu ana amalda sinalgan vosita. Bitta ukajonim Qobiljon degan ukamiz shundan shifo topib, yaxshi bo'lib ketdi. Ishonmasangiz mana bu yerdan o'qib ham ko'rsatishim mumkin. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Yo'tali, tomog'i ishib ketgan do'stlaringizga yuborib qo'ying, sinab ko'rsin. Uy sharoitida oson. Like, bitta podpiska. Salomat bo'lasizlar.